Assalomu alaykum barchangizga. Assalomu alaykum barchangizga. Yuridik butik kompaniyasi rahbari Behruz Murodov bo'laman. Hozirgi kunda yangi emas, endi juda ham bir eski firibgarlik sxemasi bor. Mana shu sxemaga hali ham aldanib qolayotganlar juda ham ko'p. Ya'ni bu bo'yicha chet el davlatlaridan, chet eldan deylik, noma'lum shaxslar sizga aloqaga chiqadi. Qanaqadir hadya qilmoqchiman, meros qoldirmoqchiman yoki xayriya uchun sizga pul yubormoqchiman degan vajlarni keltirib sizga murojaat qilishadi. Endi ularning bu murojaati qanchalik haqiqatga mos? Aslida bu juda ham eski sxema, lekin shunga ham aldanib qolayotganlar juda ham ko'p. Ya'ni ular sizga murojaat qilgan mana shunaqa taklif berishadi. Siz bunga katta summa, masalan 10 ming, 20 ming dollar hech qayerdan keladi-ku, mayli unaqa qilay deb muloqotni davom ettirasiz. Davom ettirganingizdan keyin sizga xayriya qilmoqchi bo'lgan deylik yoki meros qoldirmoqchi bo'lgan mulkini yuborish kerak bo'ladi. Uni pochta orqali yubormoqchi bo'ladi sizga. Kuryerlik xizmatlar orqali yoki qaysidir shaxslar orqali, bojxona orqali yubormoqchi bo'ladi. Bu narsalar aslida firibgarlik bitta sxemasi. Ya'ni bojxona orqali yuborishda yoki kuryerlik orqali yuborishda mana shuncha summa to'lashingiz kerak ekan, bojxonadan o'tishi uchun mana uncha solig'i bor ekan, boshqasi ekan degan gaplarni gapirishadi. Bu narsaga umuman ishonib o'tirmang. Bu sizdan pul olish uchun, ya'ni o'sha aytayotgan ma'lum bir summasi bor. Mana shuni to'lasangiz keyin bojxonadan o'tar ekan yoki masalan Britaniyadan, Londondanman deydi. Mana shu pulni to'lasangiz bizdan bojxonadan o'tib sizlarga ketarkan degan gaplar gapirishi mumkin. Yoki shunga o'xshash narsalar. Bu narsa umuman xomxayollik. Keyin bu mexanizmni ishlashi, ya'ni sizdan o'sha ular aytayotgan bojxonadan o'tadigan pul yoki kuryerlik xizmati uchun o'tadigan pullarni olishgacha bo'lgan davr. Ya'ni siz masalan 1000 dollar so'raydi, 1,5 ming, 2 ming dollar so'raydi. O'sha pulni o'tkazasiz ularga. Keyin yana ular yana anchagina istahasi ochilib, yana bir sizga taklif qilib ko'radi. Ya'ni ma'lum bir miqdorda yana pul o'tkazishingiz kerak bo'ldi, O'zbekistonga bordi yoki qaysi davlatda ushlanib qoldi u pul deyiladi. Lekin o'sha pulni bankdan yuborsa ham bo'ladi aslida. Sizlar ularning gapiga uchib, ularning gapiga ishonib yoki boshqa holatlar kuzatilib, bizning holatda amaliyotimizda kuzatilgan, bu narsalarga e'tibor qaratmang. Bu 100% firibgarlik holati. Siz aytayotgan, siz o'ylayotgan narsalar hammasi kinolarda bo'ladigan holat. Hayotda bu narsa bo'lmaydi. Hech kim to'g'ri kimgadir yozib, kimgadir nazarlar qilib, xohlagan odamga pul tashlaydigan davr emas. Uni o'sha davlatida даже topilishi mumkin, o'sha yordamga muhtoj bo'lgan oilalar, yordamga muhtoj bo'lgan shaxslar topilishi mumkin. Shu tomonlarni o'ylab ko'ring bir. Endi bunday firibgarlik sxemalaridan zarar ko'rgan shaxslarga pulni qaytarish, pulni qaytarib ko'rgan zararni undirib olish juda ham qiyin masala. 70-80% holatda umuman undirib olish imkoni yo'q. Chunki u shaxslarni topishning imkoni yo'q aslida. Undan tashqari qidiruv boshqa hech qanaqa ma'lumot bo'lmagandan keyin siz natija ko'ra olmaysiz bu ishdan. Yana bir holat, o'sha shaxslar sizga mana shuncha puli bor yoki qanaqadir hujjatlarni yuboradi, mana shuncha mana bunaqa pullar bor bankda yoki unaqa bunaqa qanaqadir sizni ishontiradigan gaplarni gapirib, ishontiradigan harakatlarni qilishadi. Ya'ni sizga kuryerlik xizmatida qanaqadir korobkalarni yuborish mumkin. Mana jo'natilyapti deb yoki korobkalar ketayotgani to'g'risida, kimdirlar olib borayotgani to'g'risida, yana kimlardir menejerlari, agentlari aloqaga chiqadi. Qanaqa agent O'zbekistonda bojxonada ishlaydigan qanaqadir agent bormi? Eng qizig'ida o'ylab ko'rsangiz. Endi ularning tilida shunaqa yoki mana bular o'zbekcha gaplashyapti, unday qiladi, bunday qiladi degan narsalarga uchmang. U yoqda может o'zbek tili yoki rostdan ham переводчикdan foydalanar. Iloji boricha o'zingizga ehtiyot bo'ling. Firibgarlik holatlari aniqlanadigan bo'lsa yoki mana shunday holatlar aniqlanadigan bo'lsa,
umuman bu narsaga e'tibor qaratishni o'zi kerak emas. Chunki siz undan umuman foyda ko'rmaysiz, faqat zarar ko'rasiz.